Toshkent shahrida Abu Dabi taraqqiyot jamg'armasi ko'magida va xalqaro beasho'rlangan qishloq xo'jaligi markazi tomonidan amalga oshirilayotgan Qoraqalpog'istonning degradatsiyaga uchragan hududlarida barqaror qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish tizimlarini rivojlantirish loyihasi doirasida 2 kunlik seminar trening tashkil etildi. Tadbir davomida manfaatdor tomonlarning keng qamrovli tahlili o'tkazildi. Manfaatdor tomonlar tahlilini tasdiqlash nomli seminar mazkur tahlil natijalarini muhokama qilish va tasdiqlash, manfaatdor tomonlar xaritasini takomillashtirish hamda hamkor tashkilotlar o'rtasida muvofiqlashtirishni kuchaytirishga qaratildi. Seminar muloqot, tajriba almashish va loyiha faoliyatini inklyuziv hamda barqaror tarzda amalga oshirish yo'lidagi keyingi qadamlarni birgalikda belgilash uchun ochiq platforma sifatida xizmat qildi. Ushbu tadbirning asosiy maqsadi xususiy sektor, tadbirkorlar, agrobiznes vakillari, hukumat idoralari, vazirliklar va olimlarni bir joyga to'plab, barqaror qishloq xo'jaligi masalalarini muhokama qilish va maslahatlashuvni yo'lga qo'yishdir. Bu yo'nalish agrobiznes hamda qiymat zanjirining to'liq ishlashi uchun juda muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda biz shunday savolga javob izlayapmiz. Issiqlik, qurg'oqchilik va sho'rga chidamli don ekinlari, amarant, kinoya, sorg'i va tariq kabi aqlli hamda bardoshli ekinlarni qanday qilib yanada rivojlantirib, kelajak ekinlarga aylantirish mumkin? Iqlim o'zgarishi va suv tanqisligi sharoitida bu masala dolzarb. Shu bois biz atrof muhit bilan uyg'un ishlash, shu turdagi ekinlar orqali qiymat zanjirini mustahkamlash va investitsiya muhitini yaxshilash uchun ish olib bormoqdamiz. Zero bu kelajakning ekinlaridir. Savolim: fuqarolik jamiyati va ommaviy axborot vositalarining bu ma'lumotlarni targ'ib qilishdagi roli? Albatta, javob oddiy. Xabardorlik. Bu juda muhim, chunki bu jarayon turli manfaatdor tomonlarni, ularning yosh yoki kasbini qat'iy nazar birlashtiradi. Bizga ayollar, yoshlar va qaror qabul qiluvchilar, shuningdek donorlar, investorlar zarur.